internetda hamma gapirib yotgan AI agentlar o'zi nima ulardan realniy pul topsa bo'ladimi? Bugun men sizga AI agentlarni xuddi 10 yoshli bolaga tushuntirgandek qilib oddiy qilib tushuntirib beraman. Assalomu alaykum, men ismim Xondemir. AI agentlari bilan salkam 2 yil davomida ishlab, daromad topib kelaman. Va bu videoda N10 agentlari qanday ishlashini va ulardan qanaqa qilib bot yasab realniy daromad topishni o'rganib olasiz. Endi men sizlarga AI agentlarni xuddi ofisda ishlaydigan odamga tushuntirgandek qilib tushuntirib beraman. Masalan, ma'lumot kelyapti va hisobchi uni o'zi o'ylab, keyin ma'lumotni chiqarib beradi. Xo'p, ma'lumotni kelganda hisobchi o'zi o'ylashi uchun unga miya kerak va shuning uchun biz hisobchiga masalan miya qo'shamiz. Xo'p, mana buni miya deb olsak. Keyin esa o'sha hisobchi o'zini miyasini ishlatib, u ma'lumotni to'g'irlash kerak. Uni qanaqa to'g'irlaydi? Agar miyasi bo'lgani bilan qanaqa to'g'irlashni bilmasa, uni hech qanaqa o'zgartira olmaydi. Shuning uchun unga qo'llanma kerak. Endi biz unga qo'llanma ham beramiz. Misol uchun olaylik, mana bu qo'llanma. Xo'p, hisobchiga miyasi bor va qo'llanma yordamida o'sha ma'lumotni to'g'irlayapti, ya'ni rezultat beryapti. Lekin agar u ikkalasi bo'lgani bilan unga tool bo'lmasa, ya'ni instrument bo'lmasa, o'sha ma'lumotni hech qanaqa o'zgartira olmaydi. Ya'ni rezultat sohasiga, ya'ni etapiga olib kela olmaydi. Shuning uchun biz unga tool beramiz, ya'ni instrument beramiz. Masalan, hisobchi mana shu miyasini va qo'llanmani, ya'ni instructionni foydalanib, o'sha tool yordamida, ya'ni instrument yordamida bizga rezultatni beradi. Endi keling xuddi shuni AI agentlarida qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Misol uchun olaylik, endi xuddi shuni AI agenti qanday ishlashini ko'ramiz. Xo'p, biz bu yerga AI agent deb yozsak, endi AI agentda keladigan ma'lumot bu input deb nomlanadi. Chiqadigan ma'lumot esa output deb nomlanadi. Xo'p. AI agentni o'zini miyasi bo'lmaganligi tufayli biz unga LLM beramiz. Ya'ni LLM bu nima? LLM bu sun'iy intellekt hisoblanib, ya'ni har xil sun'iy intellektlar bor, agar bilsangiz, GPT bor, Cloud bor, yana qanaqa Gemini bor. Bu hammasi o'sha LLM, ya'ni AI agentni o'zini miyasi. Bu yerda esa qo'llanma bu ular uchun system prompt bo'ladi. Ya'ni GPT ga o'sha miyaga beradigan promptingiz. System prompt deb nomlanadi. Va keyin o'sha tool, ya'ni instrument, bu narsa N10 o'zida juda ham har xil toollar bor. Siz kalkulyatordan boshlab, yana qanaqadir email, Gmail, Telegram, yana juda har xil toollarni berishingiz mumkin. Va shu AI agent xuddi shu tarzda ishlaydi. Endi xuddi shuni keling bittama-bitta qanaqa qilib N10 da ishlashini ko'rib chiqamiz. Uning uchun brauzerga n10.io deb yozasiz va birinchi chiqqan saytga kirasiz. Bu saytga kirgandan keyin u sizga xuddi mana shunaqa interfays chiqadi, ya'ni ekran chiqadi. Bu yerdan get started tugmasini bosib, registratsiya qila olasiz. Xo'p, registratsiyadan o'tgandan keyin sizga xuddi mana shunaqa ekran chiqadi. Bu yerdan qarang, ko'rishingiz mumkin, ikkita tugma berib qo'yibdi. Birinchisi bu try on AI workflow va ikkinchisi start from scratch. Try on AI desangiz, buni bossangiz siz unga prompt berasiz. Qanaqa agent xohlashingizni va bu sizga intellektdan foydalanib, sizga o'sha workflowni yasab beradi. Keling biz hozir beginner levelda, ya'ni oddiy tushuntirish uchun start from scratch ni bosamiz. Va bu yerda xuddi shunaqa sizni bu workflow ishlash joyingiz, ya'ni mappingiz desa ham bo'ladi. Bu yerdan biz plus tugmasini bosib trigger tanlaymiz. Trigger bu nima? Trigger bu har bitta workflowni, ya'ni har bitta agentni o'zi ishlashi kerak bo'ladigan, ya'ni o'sha trigger boshlasa, ya'ni trigger qimillasa ishlaydigan node, ya'ni tugmasi. Bu yerda masalan har xil trigger ko'rishimiz mumkin. Bu yerda trigger manually degani bor. Bu degani siz qachongina bossangiz, ya'ni ishla deb qanaqadir knopkani bossangiz ishlaydi. Bu yerda yana on schedule bor. Bu yerda yana on chat message bor. Biz on chat message'ni bu yerda hozir tanlaymiz. Siz bu yerdan har xil Telegramni tanlasangiz bo'ladi, agar Telegram bot qilayotgan bo'lsangiz. Lekin hozir biz beginner levelda men sizga hozir chat message'ni ko'rsatib beraman. Xo'p, masalan men buni chat message'ni tanladim. Endi bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda bizga open chat deb pastda tugma turibdi. Uni bosib, biz bu yerga har qanaqa chat yozsak, masalan hi deb yozdim. Masalan keling salom deb yozamiz. Salom deb yozdim va bu yashil bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu line, ya'ni qirasi yashilga aylandi. Va bu degani bu node, ya'ni bu ana shu
nodeimiz ishlayapti. O'zi node nima degani? Node degani mana bu yerda har bitta qo'shadigan narsangiz, ya'ni har bitta funksiya qo'shsangiz, o'sha narsa node deyiladi. Bu yerda masalan agar yashil bo'lsa, значит node ishlayapti, agar qizil bo'lsa ishlamayapti. Biza masalan mana bu yerda turibdi send message actionda send message, ya'ni chat inputda salom. Ya'ni bizning salom degan messajimiz, xabarimiz keldi. Endi bu keladigan ma'lumot bo'lyapti hozir bizga. Endi biza AI agentni o'zini qo'shishimiz kerak. Uning uchun yana plus tugmasini bosib, mana bu yerdan AI ga tanlaymiz va bu yerda har xil AI lar chiqadi va bizga AI agent kerak, AI agentni bosamiz. Xo'p, AI agentni bosganingizdan keyin sizga mana shunaqa yana interfays chiqadi. Bu yerdan avtomatik tarzda o'zi bu yerda connect to chat trigger node degan qismga turgan bo'ladi, lekin bu sizga qachonki kerak, qachonki siz mana bu yerda on chat message degan trigger bilan boshlasangiz. Masalan, siz agar mana bu yerdan Telegram, agar mana bu trigger nodingiz sizniki message bo'lmasdan Telegram botga ulangan bo'lsa, u boshqa hollarda ko'rsatib ham beraman. Agar shunaqa qiladigan bo'lsa, sizga mana bu emas, mana uchinchisiga define below ga turish kerak. Define below ga turgandan keyin bu уже sizga prompt user message degan ochib beradi. Xo'p, prompt user message o'zi nima? Bu sizga userdan keladigan xabar. Qisqa qilib aytganda, o'sha user qanaqa xabar jo'natsa, o'sha keladigan xabar prompt user message deyiladi. Bizda userdan qanaqa xabar kelyapti? Mana bu chat tomonda ko'rishingiz mumkin. Bizga mana bu ID kelmayapti, action kelmayapti. Bizdan xabar faqat salom degan xabar kelyapti. Ustidan bosib, shundoq tortsangiz, bu sizga o'shani qo'yadi. Bu yerda agar Telegram bo'ladigan bo'lsa, Telegramda ham xuddi shunaqa ustidan bosib, tortib kelib o'sha xabarni olib qo'yasiz va bo'ldi. Bo'ldi, shu bilan bizning AI agentimizda shu qismi hozircha tayyor. Endi esa bunga biz chat model, ya'ni LLM ulaymiz. LLM boya aytib o'tganimdek, bu miya. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana chat model degan qismiga kelib, plus tugmasini bossak, bu yerda har xil modellar chiqib keladi. Bu yerda juda ham zo'r, kuchli modellar ham bor. Biz lekin hozircha OpenAI ni chat modelini ishlatib ko'ramiz. Ustidan bosasiz. Ustidan bosganingizdan keyin bu sizga sразу qo'shib beradi. Agar siz endi registratsiya qilgan bo'lsangiz, men masalan hozir bu yerda endi registratsiya qildim. Sizga mana bunaqa 10 ta kredit bepul beradi. To есть 100 ta kredit bepul beradi. Siz buni ishlatishingiz mumkin. Yoki bu 100 ta kreditni men sizga maslahat bermayman, chunki bu juda ham tez tugab qoladi. Shuning uchun biz mana bu yerdan sterlikachani tushirib, create new credential tugmasini bosamiz. Va buni bosganimizdan keyin bizga OpenAI dan o'zini API key kerak bo'ladi. Xo'p, OpenAI ni mana bu saytiga o'tib olasiz. Ya'ni bu yerda API keylaringizni olsangiz bo'ladi. Men bu saytni o'sha opsiyaga qoldirib qo'yaman. Xo'p, bu yerdan biz create new secret key tugmasini bosamiz va bu yerda o'sha keyimizga, ya'ni kaltimizga nom beramiz. Misol uchun men anything example deb qo'yaman. Anything deb qo'ydim. Xo'p, keyin esa bu yerdan default projectni tanlaysiz va create secret key ni bosasiz. Xo'p, bu sizga mana bu keyni uzun kodni chiqarib beradi. Buni siz copy qilasiz. Qarang, eslatib o'taman, bu kalit bir marta ko'rsatiladi va bir marta siz buni copy qilib olsangiz bo'ladi. Buni maslahatim, siz buni olib Telegramgami yoki biron joyga saqlab qo'ying, chunki hozir buni masalan o'chirsam, keyin buni hech qachon qaytib ola olmaysiz. Yana qaytadan key ochishingiz kerak. Shuning uchun buni saqlab qo'ying. Xo'p, copy qilgandan so'ng uni copy qilamiz va yana o'sha anythingga qaytib, mana bu yerdan API keyga buni joylaymiz. Joylagandan keyin save tugmasini bosamiz va bu test qiladi. Mana yashil chiqdimi, значит sizda o'zi ulandi. Bo'ldi, bu yerdan ulandi. Endi bu yerda yana nima qilishingiz mumkin? Bu yerda siz modelni tanlashingiz mumkin. Bu yerda har xil modellar bor. Maslahatim eng, agar sizda oddiy tasklar bo'ladigan bo'lsa, Toro minisini qo'ysangiz, u tez ham ishlaydi, ham nima desam, ham tez ishlaydi, ham kam pul sarflaydi. Endi kerak bo'ladigan narsa bizga GPTimizga, AI agentimizga instruksiya berish. Uning uchun biz add optionsni bosamiz va bu yerdan system message'ni bosamiz. Bu bizga system message, ya'ni system prompt chiqarib beradi. Bu yerda o'zi avtomatik tarzda turibdi, you are a helpful assistant degani. Bu yerga siz o'zingiz masalan, mana shu AI agent aynan nima qilishini xohlayotganingizni yozishingiz mumkin. Masalan, bu kalkulyator bilan hisoblasinmi yoki nimadirlar qilsin. Buni ham keyin ko'rib chiqamiz, lekin hozir oddiy bo'lishi uchun o'zgartirmayman. Keling endi buni prosta tekshirib ko'ramiz. Uning uchun yana o'sha open chatni bosib, bu yerga masalan salom deb yozaman. Boya bilsangiz salom deb yozganda hech qanaqa javob kelmadi. Endi masalan salom deb yozdim va bu ko'rishingiz mumkin
AI agentni mana ishladi, dumaloqcha bo'lib aylandi. Bizada AI agentni o'zini ishlatdi va bu yerda yana LLM ni, ya'ni miyasini ishlatdi. Va bu bizga qanaqa javob berdi? Javobini ko'rish uchun mana bu yerda bossangiz mana salom, qanday yordam bera olishim mumkin. Ya'ni bu o'zi to'g'ridan to'g'ri intellektni ishlatib bizga javobini beryapti. Xo'p, bu yerga yana nima qilishimiz mumkin? Bu yerga biz mana bu tool qismiga o'tib tool qo'shishimiz mumkin, ya'ni instrument qo'shishimiz mumkin. Bu yerda har xil toollar bor. Masalan, Airtable qo'shishingiz mumkin. Agar xohlasangiz yana bitta AI agent qo'shishingiz mumkin. Agar bunaqa toollar haqida men yana bir ko'proq videolar qilaman. Yana nima qilishingiz mumkin? Bu yerda memory qo'shishingiz mumkin, ya'ni xotira. Bu sizga qachon kerak? Masalan, aytaylik siz Telegramda chat qilyapsiz va Telegramda mana shu AI agent bilan chat qilyapsiz va o'shanda bu siz yozgan xabarlar esdan chiqib ketib qolmasligi uchun unga memory kerak, ya'ni xotirasi kerak. Uning uchun biz o'sha tugmani ustidan bosib simple memory tugmasini bosamiz va bu yerdan yana define below qilamiz. Nimaga? Xo'p, define below qilib bu yerda nimani tanlash kerak? Tanlashingiz mumkin va agar hozir bu yerda o'zi chat input turibdi, agar Telegram bo'lganda xuddi mana bu system agentni tanlaganimizdek, xuddi shunaqa bu yerda ham tanlaysiz va context windowda siz 5 qo'ysangiz o'sha oxirgi 5 ta xabarni o'qiydi. Agar bu yerga masalan 10 qo'yishingiz mumkin, oxirida 10 ta xabarni o'qiydi va o'zi 11-xabardan esdan chiqarishni boshlaydi oxirgi xabar. Qisqasi shu, xuddi shunaqa ishlaydi. Siz bu yerga boshqa input, outputga hech qanaqa chiqarishingiz hozircha shart emas. Nimagaki, biz bu yerga chat inputni qo'shdik, ya'ni chat input trigger node-ni. Lekin siz bu yerga agar nima qo'shishingiz mumkin? Siz bu yerga yana aytaylik Telegram qo'shmoqchisiz, ya'ni Telegram bot qo'shmoqchisiz. Bu yerdan biz mana ko'rishingiz mumkin 9 ta trigger bor Telegram o'zini. Bu yerdan biz on message ni bosamiz. Xo'p, on message ni bosgandan keyin bu o'sha ya'ni credential ulash kerak. Bularni ham ko'rsatib o'taman boshqa videolarda. Bunga bot ulashingiz kerak va mana shu yerda sizga output kerak. Va bu yerda yana Telegram tanlab mana bu yerda send message degani bo'lishi kerak. Xo'p, mana send the text message. Bu esa mana shu hozir mana bu yerdan chiqqan xabar bor. O'sha xabarni Telegramga yana qaytib jo'natadi.